Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog'liklar yaxshimi? Bizda yangilik, mana bu Jeep kelgan. Jeep vodonagrevatorlar kelgan. Bu bo'yicha qisqagina sizlarga tanishtirib qilamiz. Jeep vodonagrevatorlar kelgan 10 dan 15, 30, 50, 80, 100 hammasidan bor. Endi buni holatlari bo'yicha o'zimizda rossiyskiy Ariston zavodi bilan bir xil holatda, faqat bizda brendini o'zgartirdik, o'zimiz brendni qo'ydik, Jeepni brendi. Keyin mana bunaqalari yo'q, mana misol uchun bizda rossiyskiy Aristonda bunaqamiz yo'q. Bu narsalar ham bor bunda. Обратный klapanlari bor. Bu Aristonga 5 yil garantiya, 1 yil bepul servis. Endi bu bo'yicha ishlash sistemasi. Mana bu bu haqida qisqachagina bir ma'lumot. Bu juda ham kam tokka ishlaydi, kam tortdi. Mana umumiy 1 yillik misol uchun summalar mana bunda tortadigan toklarini hisobini olmaymiz-da, umumiy aytayapman, juda kam tokka ishlaydi. Mana bunaqa holati Ariston bilan bir xil. Hozirda Aristonimiz tugagandi, shuning uchun buni urib ko'rsatadim. Mana bu keyin mana ishlash sistemasi. Suv kirish chiqish hammasi umumiy holati hozir bu vertikal holati. Men sizlarga endi gorizontalda umumiy tushsin degan ma'noda oldik buni. Juda ham moshni ishlangan, 5 yil garantiya, buni bonuslari bor. Bonuslarni hozir gruppada tanishtirib ketamiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar. Buni xarakteristikasi juda ham moshni ishlab chiqarilgan. Inshaalloh sizlarni uyaltirmaydi. Sog' bo'lasizlar.